Ozarbayjonda shuni bildim. Продукт или такой hammasi arzon ekan bor-ku. Mana shu kolbasalar 6 manat deydimi? Puliga tushunmayapman. Endi so'mga bilmadim qancha bo'lar ekan. 6 da. Bularni puliga tushunmayapman, lekin o'zlariga arzon ekan, ancha arzon ekan. Ancha arzon ekan. Hozir mana shu kolbasadan 2 ta olaman, 8 rubl bo'lar ekan. Shu arzon ekan. Arzon.